Shunday insonlar borki, ular bir umr o'zlari emas, balki boshqalar xohlagan soxta niqob ortida yashashga majbur bo'lishadi. Butun dunyo uni shunchaki maftumkor, ammo aql zakovati hamin qadar ayol deb taniydi. Lekin uning yaltiroq tabassumi ortida Einstein bilan tenglasha oladigan daho yashiringanini hech kim bilmas edi. Bugun biz o'tgan asrning eng katta sirlaridan biri Marilyn Monroening fojiali o'limi ortidagi parda orti o'yinlarini fosh qilamiz. U chindan ham o'z umriga zomin bo'ldimi yoki saltanat sirlaridan ogoh bo'lib qolgani uchun qurbon qilindimi? Asl ismi Norma Jane bo'lgan bu ayolning aqli Gollivudga qiziq emasdi. Ularga shunchaki pul keltiradigan chiroyli qo'g'irchoq kerak edi. Marilynning o'sha hammaga ma'lum bo'g'iq va ehtirosli shivirlab gapirish uslubi esingizdami? Buni ko'pchilik ayollik jozibasi deb o'ylaydi. Aslida esa bu bolalikdan qiynab kelgan og'ir duduqlanish xastaligini yashirish uchun gap-yetlar bilan hamkorlikda o'ylab topilgan ruhiy himoya edi. U o'zi yaratgan yaltiroq qafasning umrbod asirasiga aylanib qolgandi. Biroq suratga olish maydonchasida kameralar o'tishi bilan u butunlay o'zga qiyofaga kirardi. Yolg'izlik va xilvatda u mutlaqo boshqa inson edi. Uning uyidan jahonning eng mashhur faylasuflari va psixologlarning asarlarini o'z ichiga olgan 400 dan ziyod murakkab ilmiy kitoblardan iborat shaxsiy kutubxona topilgan. U kalta fahm go'zal rolini shu qadar qoyilmaqom ijro etdiki, hatto zamonasining eng aqlli insonlari ham bu shirin yolg'onga ishondilar. Lekin uning beqiyos husni va yashirin aql zakovati uni Amerikaning eng qudratli va xatarli minbarlariga yetaklab bordi. Aktrisaning AQSh prezidenti John Kennedy va uning bosh prokuror bo'lgan ukasi bilan bo'lgan pinhona munosabatlari hech kimga sir emas. Marilyn shunchaki ermak emasdi. U davlat siyosatiga qiziqardi va aka-uka Kennedylarning o'yinlariga kirib borib, saltanatning eng qorong'u sirlaridan ogoh bo'lib qolgandi. Fojianing asl sababi esa uning o'sha mashhur qizi daftarida yashiringan. Marilyn yostiq toshlaridan eshitgan davlat sirlari, yadroviy tahdidlar va mafiya qirliqlariga oid o'ta maxfiy ma'lumotlarni aynan shu shaxsiy kundaligiga bitib borgan. Markaziy razvedka boshqarmasi bu holatni milliy xavfsizlikka to'g'ridan-to'g'ri tahdid deb baholadi. U endi shunchaki kino yulduzi emas, balki butun boshli hukumatni titrata oladigan tirik kambramatga aylangan edi. 1962 yilning 4-avgust tuni asr go'zali o'z yotog'ida jonsiz holda topildi. Rasmiy bayonot o'z joniga qasd qilish. Ammo jinoyat ishidagi faktlar o'zaro ziddiyatli. Tibbiy ekspertiza uning oshqozonidan o'nlab uxlatuvchi dorilar chiqqanini qayd etgan bo'lsa-da, xonadon dori ichish uchun bir ho'plam ham suv topilmagan. Eng shubhali va e'tibordan chetda qolgan tafsilot esa xuddi o'sha mash'um tunda uning xonasidan davlat sirlari bitirgan o'sha qizil daftar izsiz g'oyib bo'lgan edi. U hayotdan to'ygan, ojiza va umidsiz bir yulduz emasdi. U qudratli siyosatchilarning iflos o'yinlarida shunchaki qo'g'irchoq bo'lishni istamagan, irodali va ziyoli ayol edi. Uni o'z joniga qasd qildi deb yopib yuborish hammaga qulay edi. Aks holda asr qotiligining fosh etilishi butun boshli siyosiy tuzumni qulatib yuborishi hech gap emasdi. Sizningcha o'zining teran aqlini joziba niqobi ortiga yashirishga majbur bo'lgan bu ayolning umriga kim zomin bo'ldi? Xulosa o'zingizdan. Tarix sirlari ko'p. Biz ularni aslida loyihasida ochishda davom etamiz. Videoni do'stlaringizga yuboring va loyihamizga obuna bo'ling.